15-noyabr Butunjahon chiqindilarni ikkilamchi qayta ishlash kuni. Ushbu sana munosabati bilan bugun chiqindilarni boshqarish va sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish agentligi tomonidan ommaviy axborot vositalari vakillari ishtirokida plastik chiqindilarni qayta ishlab chiqaruvchi korxonaga press-tur tashkil etildi. Yiliga mamlakatimizdan 1.8 million tonna miqdorida mana shu kabi plastik chiqindilar hosil bo'ladi. Hozirgi jarayonlarda plastik chiqindilarni qabul qilishdan tortib, ularni ikkilamchi tayyor mahsulot holiga keltirgunga qadar bo'lgan jarayonlarni ketma-ketlikda ko'rib o'tamiz. Ma'lumki, plastikdan ifloslanishini oldini olish faqatgina uni qayta ishlash emas, uni hosil bo'lishini kamaytirishga qaratilgan chora-tadbirlar bilan ham bog'liq. Bu masalalarni oldini olish bo'yicha keng jamoatchilikni jalb qilish maqsadida Butunjahon chiqindilarni qayta ishlash 15-noyabr kuni belgilangan. Bugungi kunda chiqindilarni boshqarish agentligi tomonidan chiqindilarni 3 xil turga ajratgan holda saralash tizimi yo'lga qo'yilgan. Mazkur jarayonlarni amalga oshirish uchun 180 ta chiqindi yig'ish maydonchasi maxsus jihozlangan, unga 100 dan ortiq konteyner o'rnatilgan. Respublikada hosil bo'layotgan chiqindilarning o'rtacha 15% plastik chiqindi hisoblanadi. Respublikada faoliyatini yuritadigan korxonalar soni 116 ta tashkil qiladi. Bugungi kunda ushbu korxonalar tomonidan yiliga o'rtacha 130 ming tonnadan ortiq plastik chiqindilar qayta ishlanmoqda. Ushbu turdagi chiqindilar hosil bo'layotgan plastik chiqindining atigi 6% ni qayta ishlashga yetarli bo'lmoqda. Asosiy ishlab chiqarishimiz baklashkani qayta ishlagan holatda 3 xil mahsulot ishlab chiqaramiz. Ulardan ikkilamchi polietil tolasi, ikkilamchi polietilin granulasi va ikkilamchi polietilin pet lentalarini ishlab chiqarish ishlarimizni yuritib kelmoqdamiz. Ishlab chiqargan polietil tolamizni ishlab chiqarish jarayonida biz yarim tayyor holatda ishlab chiqaramiz. Hamkorlarimiz topshirganimizdan keyin tayyor mahsulot sifatida ko'rpalarga, yostiqlarning ichidagi bolalar o'yinchoqlari ichiga solinadi. Yana o'sha granula seximiz ham mavjud. Granula seximizda ishlab chiqariladigan tayyor mahsulotimizni uni o'sha plastmassa mahsulotlari bo'ladigan bo'lsa, o'sha siryolarga yetkazib beramiz. Biz kundalik turmush tarzimizda ishlatadigan plastik baklashkalarimiz 450 yildan 500 yilgacha parchalanadi. Afsuski bizning aholimiz plastik idishlarni xonadonlarda saralamaydi va uni to'g'ridan-to'g'ri maishiy chiqindilarga qo'shib tashlab yuboradi. Maishiy chiqindilarga qo'shib tashlab yuborilgandan keyin u o'sha 450-500 yilgacha chiqindi poligonlarida yotadi, atrof muhitga zararli va inson salomatligiga ta'sir ko'rsatadi. Parchalangach mikroplastikka ajralib, shamol orqali, boshqa o'simliklar orqali, yer osti suvlari orqali o'zimizga iste'mol qilish uchun kirib keladi. Biz buni oldini olish uchun nima qila olamiz? Albatta, xonadonlarimizda plastik idishlarni saralash odatini shakllantirishimiz kerak. Chunki mana bugun Butunjahon chiqindilarni ikkilamchi xomashyo sifatida qayta ishlash kuni munosabati bilan biz qayta ishlovchi zavod faoliyati bilan tanishdik. Ko'rdikki, o'sha plastik idishlardan yangi mahsulotlar ishlab chiqarish mumkin. Boshqa xomashyolar, unga yangi hayot baxsh etish mumkin. Biz o'rgangan zavodimizda ulardan sintetik mato ishlab chiqarishi, u matolardan keyin o'sha kiyim-kechak yoki bolalar uchun yumshoq o'yinchoqlar tayyorlanish haqida juda ham ko'p ma'lumotlarni oldik. Shu sababli hamyurtlarimizdan iltimos qilib qolgan bo'lardim. Xonadonlarda hech bo'lmaganda plastik idishlarni saralash odatidan boshlashlarini va keyinchalik boshqa chiqindilarni saralash odatlarini shakllantirishlarini so'rab qolgan bo'lardim.